Nega bug' tozalagichini sotib olmaslik kerak? Hozir sizga tushuntirib beramiz. Biz obunachilarimizdan Xitoy saytlaridan qaysi mahsulotni buyurtma qilishni so'radik. Obunachilarimiz bug' tozalagichni tanlashdi. Hozirda u barcha reelslarda maqtanmoqda. Oshxonadagi eng qiyin iflosliklarni tozalaydi, yumshoq mebeldagi dog'larni yo'q qiladi va derazalarni ajoyib tarzda yuvadi deyishmoqda. Keling buni sinab ko'ramiz. Dastlab oshxona yuzalarini tozalashga harakat qildik. Bu yerni yuvamiz, u yerni yuvamiz. Natija unchalik ham yaxshi emas. Reelslarda hammasi yaxshiroq ko'rinardi. Endi kafelni yuvib ko'ramiz. Go'yo tozalangandek, lekin rostini aytganda u avval ham unchalik iflos emas edi. Keyin divandagi dog'ni tozalashga harakat qildik. Go'yo chiqdi, lekin oxirgacha emas. Dog' baribir bilinib turibdi. Mana bu yerda esa biz oq devorga qahva to'kib ko'rdik. Natija hech qanday o'zgarish yo'q. Bizning fikrimizcha bu bug' tozalagich juda kuchsiz. Uning yordamida derazalarni yoki unchalik iflos bo'lmagan yuzalarni yaxshi tozalash mumkin. Ammo haqiqatdan ham qiyin iflosliklarga u dosh bera olmaydi. Yana qanday mahsulotlarni sinab ko'rishimizni istaysiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.